Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi ish nazorat bo'linmalari mustaqilligini ta'minlash va faoliyat samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 147-sonli qaroriga asosan Adliya vazirligining tegishli buyrug'iga binoan hududiy adliya organlarida korrupsiyaga qarshi ish nazorat bo'linmalari tashkil etildi. Mazkur bo'linma vazifalari tizim xodimlari tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan korrupsiya holatlarini barvaqt aniqlash va oldini olish, davlat xizmatlari ko'rsatishda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, maishiy korrupsiyani oldini olish choralari qilib belgilandi. Mazkur sohada Xorazm viloyat adliya boshqarmasi bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Jumladan, viloyat adliya boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'iga asosan tijoriy tashkilotlarda ta'sischi ekanliklari aniqlangan 3 nafar xodimga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazildi. O'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida 3 nafar xodim tomonidan monitoring o'tkazilgan kunga qadar ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida deklaratsiya to'ldirilmaganligi, monitoring o'tkazilgandan keyin to'ldirilgan deklaratsiyada tijoriy tashkilot ta'sischi ekanligi ko'rsatilmaganlik holatlari aniqlandi. O'tkazilgan xizmat tekshiruvi natijasi bo'yicha xodimlar tomonidan Xorazm viloyat adliya boshqarmasi va uning tizimidagi idoralar xodimlarining ichki mehnat tartib-qoidalari va O'zbekiston Respublikasi adliya organlari va muassasalari odoq-axloq qoidalari buzilish holatlari aniqlanib, ko'rib chiqish uchun odoq-axloq komissiyasiga kiritildi va tegishli javobgarlik choralari qo'llanildi. Xorazm viloyat adliya boshqarmasi tomonidan tizim xodimlarining korrupsiyaga qarshi kurash virtual akademiyasida elektron platformasining maxsus o'quv kurslarida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida malakasini oshirish maqsadida har 3 yilda bir marta yangi ishga qabul qilinganlar va korrupsiyaga qarshi ish nazorat tuzilmalari hamda korrupsiya xavf-xatarlari yuqori bo'lgan davlat xizmati lozimlarida faoliyat ko'rsatuvchi xodimlar ro'yxatlari shakllantirilib, tegishli o'quv kurslari bo'yicha malaka oshirish ishlari yakunlandi. Vazirlikning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tomonidan berilgan maxsus topshiriq asosida viloyat adliya boshqarmasi va tuman shahar adliya bo'limlari kesimida korrupsiyaviy xatti-harakatlar qilishga moyil bo'lgan, ichkilikka ruju qo'ygan va boshqa turdagi tizim nufuziga dog' tushirishi mumkin bo'lgan xodimlarni aniqlash va xavf guruh shakllantirish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, hududiy adliya organlari muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi tadbirlari tashkil qilindi. Bunda tadbir doirasida tanlov asosida tuman shahar adliya bo'limlari faoliyatida sirli mijoz nazorat tadbirlari o'tkazildi. Xorazm viloyat adliya boshqarmasida O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining 2025-yil 2.5-yilligiga mo'ljallangan ish rejasiga asosan korrupsiyaviy holatlar eng ko'p sodir etiladigan sohalarda korrupsiyaning kelib chiqish sabab va omillarini aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha nazorat tadbirlari rejasi ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Mazkur nazorat reja bandlari ijrosi yuzasidan o'rganish va tekshiruv o'tkazish uchun boshqa tashkilotlarga yuborilgan xodimlarning o'rganish joyiga amalda borganligi hamda topshiriqlarni bajarish holati monitoring qilindi. Yuridik xizmat ko'rsatish markazlarining davlat tashkilotlariga huquqiy xizmat ko'rsatish jarayoni, huquqiy hujjatlar loyihalarini huquqiy ekspertizadan o'tkazish sifati, ish yuritish tartibi va markazlar faoliyati samaradorligi monitoring qilindi. Boshqarmaning tegishli sho'balari tomonidan davlat xizmatini ko'rsatuvchi idoralar va notariat idoralarida amalga oshirilgan sirli mijoz va reyd tadbirlarining qonuniyligi, samaradorligi hamda natijalari bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlarni o'rganish va ularning natijalari yuzasidan tahliliy ma'lumot tayyorlandi. Shuningdek, 2025-yil davomida har bir tuman shahar adliya bo'limlari xodimlari bilan korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusida uchrashuv seminar tashkil etildi va bu ishlar muttasil davom qildirib kelinmoqda.